Janob, o'sha yili xonimni o'ldirgan qotil to'g'risida hali ham ma'lumot juda kam. Tekshiruvni davom ettiring. Xo'p bo'ladi. Aytgancha, Linhao guruhining hozirgi rahbari xonimning singlisini himoya qilish uchun odam yo'llash kerakmi? Qaltis harakat qilib, dushmanga sezdirib qo'yish kerak emas. Xo'p bo'ladi. Qani bu yerga o'tir. Janob, siz oldindan buyurtma qilgan biftek. Yoqimli ishtah. Rahmat. Nikoh faqatgina meni guruhdagi kuchimni ajratadi xolos. Menga boshqariladigan va maqsadlarimga ta'sir qilmaydigan turmush o'rtoq kerak. Siz topgan odam o'zi ishonchlimi? Ko'rinishidan yaxshi yigitga o'xshaydi. Dada, siz yemaysizmi? Dadan yeb bo'lgan. Lekin uchrashuvga qizi bilan kelibdi. Mayli, keyinroq gaplashamiz. Xayr. Ismingiz nima? Chin Heo. U nega keldi ekan? Nimanidir sezib qoldimikan? Kasbingiz nima? Qayerda ishlaysiz? Harbiydan chiqqanman. Hozir qo'riqchi bo'lib ishlayman. Men esa Lin Yuhue. Beodudagi birinchi moliyaviy guruh bo'lgan Linhao kompaniyasining boshlig'iman. Topayotgan mablag'im esa 100 milliarddan oshiq. Sizni maoshingiz qancha? 4000 yuan. Aslida esa 3000 yuandan ko'proq. Hao sizga men haqimdagi ma'lumotlarni deyarli hammasini aytgan bo'lishi kerak. Maoshingiz kam. Uni ustiga qizingiz bilan uchrashuvga kelishga qanday jur'at etdingiz? Nima? Uchrashuv?